Assalomu alaykum. Sports Times kanaliga xush kelibsiz. Kanalga obuna bo'ling va bizni kutishda davom eting. Do'stlar, bizni ko'pchilik kuzatishmoqda, lekin obuna bosmayapsiz. Iltimos, obuna bo'lib qo'ying. Biz uchun har biringiz qadrlaysiz. Beda Perez sotiladi. Yangi, toza, saqlashga qulay. Beda Perez sotiladi. Kelishilgan narxda. Beda Perez sotiladi. Sifatli, quruq, perezlangan deb kommentariyani to'ldirmanglar. Iltimos. Haydarov O'zbekistonning Osiyo Kubogidagi mag'lubiyatini qanday izohladi? U 23 Osiyo Kubogi chorak final bosqichida O'zbekiston yoshlar terma jamoasi Xitoyga qarshi bahsda penaltilar seriyasida mag'lub bo'lib, musobaqa bilan xayrlashdi. Asosiy va qo'shimcha taymlarda hisob ochilmadi. Dramatik hal qiluvchi zarbalarda esa omad raqib tomonga og'di. Uchrashuvdan so'ng jamoa bosh murabbiyi Ravshan Haydarov matbuot anjumanida qatnashib, o'yin va natija haqida ochiq fikr bildirdi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, bellashuv 120 daqiqa davomida ko'p jihatdan O'zbekiston nazorati ostida kechgan. Yigitlar maydon markazida ustunlik qilishga uringan, to'pga egalikni ushlab turgan va bir necha xavfli vaziyatlar yaratgan. Ammo eng asosiy muammo hujum chizig'ida sezilgan. Gol urib yuboradigan so'nggi qarorlar va kreativ yechimlar yetishmagan. Bugungi o'yinni umumiy olib qarasak, ko'p narsa nazoratimizda bo'ldi. Vaziyatlar ham bo'ldi, lekin hujumda ijodkorlik kamlik qildi. Shunga ko'ra hisobni ocha olmadik, degan mazmunda fikr bildirdi Haydarov. Ravshan Haydarov Xitoy jamoasi taktik jihatdan aynan kutilganidek harakat qilganini ham qayd etdi. Uning aytishicha, raqib tartibli va uyushqoq himoyalanib, o'yinni penaltilargacha olib borish rejasini amalga oshira olgan. Penaltilar lotereya. Bu safar omad bizga kulib boqmadi, deydi murabbiy. Shunga qaramay, Haydarov futbolchilarga nisbatan e'tirozi yo'qligini alohida ta'kidladi. U yigitlar bu turnirda yetarlicha saboq va tajriba to'plaganini, maydonda mas'uliyatni his qilib, oxirigacha kurashganini aytdi. Shu bilan birga, muxlislar oldida uzr so'rab, jamoadan g'alaba kutgan, ishonchli qo'llab-quvvatlovchilarning umidini oqlay olmagani og'riq ekanini ham yashirmadi. Men uchun o'yin bo'yicha uyaladigan joyimiz yo'q. Biz ochiq o'yin, statistika va harakatlarda yaxshiroq edik. Faqat penaltilarda omad yetmadi, dedi u. Matbuot anjumanida murabbiy zaxira masalasiga ham to'xtaldi. Uning so'zlariga ko'ra, aynan hujum chizig'ini kuchaytiradigan qo'shimcha variantlar bugun yetarli bo'lmagan. Fomin 2 marta imkoniyat yarata olgan, ammo ularni golga aylantirish nasib etmagani aytildi. Haydarov eng kuchli 11 nafar futbolchini maydonga chiqarganini, ammo total ustunlik fonida ham gol urilmagani alamli bo'lganini ta'kidladi. Raqib haqida gapirar ekan, murabbiy Xitoyning asosiy kuchi tartib-intizom va jamoaviy tashkilotchilik ekanini qayd etdi. Kamchiliklari haqida esa fikr bildirishni istamadi. Bunday nuqtalarni keyingi bosqichda Vyetnam murabbiylari tahlil qilishi mumkinligini aytdi. Shuningdek, Haydarov Xitoy darvozaboniga ham yuqori baho berdi. U nafaqat ushbu bahsda, balki oldingi o'yinlarda ham ishonchli harakat qilganini, bunday darvozabonning kelajagi porloq bo'lishi mumkinligini alohida ta'kidladi. Qisqasi, O'zbekiston yoshlari maydonda katta mehnat qildi. O'yinda ko'p jihatdan ustun ham ko'rindi. Ammo futbolning eng achchiq haqiqati yana bir bor eshik qoqdi. Gol urmasang, natija ham seni erkalatmaydi. Endi asosiy vazifa bitta. Shu tajribani to'g'ri xulosaga aylantirib, hujumdagi kreativlikni yangi bosqichga olib chiqish.